Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Menga juda qalin emas, o'rtacharoq turgan trosdan kerak, uzunroq tursin deganlar uchun bizga mana shunaqa 35 grammligimizni trosidan keldi qizlar. Bu ham o'sha plastinkasida probasi bor. Metali zo'r toshgan zargar ishidan qizlar. Hech qachon oqarib ketmaydi, asosimizdan qilinadi, yuvib taqiladi. Uzunligi 65 cm. Bunisi 50 grammlik, bu 35 grammlik tros qizlar. Bunisiga bitta opamiz to'lov qildilar hozir. Sotildi. Bundan trosda o'zi bor. Yana tros bor 50 grammlik trosdan. 400 ming so'm 50 grammligimiz trosi, 30 grammligimiz trosi 350 ming so'm, 100 ming so'm lola kulonimiz. Dastavkamiz bor Lubboy joyga.